12 muqami Tarlaq Junxa madaniyat g'azinisidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farosatining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'pligan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi.
شبستانو سحرلم دامو شاورک هنجیا çalsın
judalıkni şayet ey ayey o rahmetip salsan vay rahmetip salsan vay üzenge aşinalıkni hamamu hanımanın diyem keçi bandırsını dermen üzendin özgü bilmeydu üzen saldan judalıkni üzendi